Assalomu alaykum. Mana yana bitta zakazimiz tayyor bo'ldi. Ko'yligimiz. Nimasini aytmoqchiman men? Mana bu kurshavasini aytmoqchiman. Bunaqa qilib tikib chiqdim. Birinchi tikib oldim kurshavani. O'zini matoni ustidan chizib tikib oldim va ichiga qaytarib tikib turib, buni bostirib qo'ydim. Buni nimaga aytyapman? Bu narsani bu yerini kesib olib turib qilsa ham bo'lardi. Unda sifati umuman boshqacha bo'lyapti. Bunda umuman boshqacha bo'lyapti. Kamera qanchalik olib beryapti bilmadim-ku, lekin xuddi shu chokda mana shunday qilib tikilganda juda ham chiroyli, nafis bo'lib chiqyapti. Men uchun yana bilmadim. Ko'ringlar, o'zlaring baho beringlar. Renglari kantli. Etaklari ikkita baroqli. Sborka qilib terdim. Ko'rishim. Ko'yligimiz yoqqan bo'lsa, komment yozinglar. Birorta kamchiligi bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Iltimos, bu men uchun juda ham muhim.